Assalomu alaykum hammaga. Bizlar xudo xolasa navbatdagi ko'mir kotelimizni dastlabga keldik. Bu xonadonimiz Xivada ekan, Piskanik dedingizmi? Piskanik mahallasi, Vaha ko'chasi 16-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizlarga bir 3-4 kun oldin kotel zakaz berdi. Qolgan materiallari o'zlarida bor ekan. Xudo xolasa kotellarni dastlabga yetib keldik. Bu kotelimiz 150-250 kvadratlik, bahası 7,5 million so'm tushdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shunday videolarni o'tkazib bermaslik uchun like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, xudo xolasa. Shuningdek kotellarni, dastlabkilarni, любой xizmatlarini ko'rsatib boraveramiz. Bizda отопленияlik xizmatlarimiz ham bor. Bu uyda kimday avtogenchi ishlab turibdi? Ada. Eğer şu birlik neleringiz olsa Saparvoyaga murojaat etsangizlar, ishlatib chiroylatib o'tirib beradi ekan. Pastda nomerlarni ham qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa ertang buyoqlik ishlaringiz olsa shu Saparvoyaga buyuraverasizlar. Agar kotelingizni aytgan vaqtimda yetirib berdimmi? Vaqtida keldi axirang. Esa xudo xolasa shu kotellarga 1 yilgacha garantiya, nov kamisi olsa bemalol murojaat etaverasiz. Endi shu kotelni yon boshida yana Adilbek degan bola yasab qo'ydi buni. Shu Adilbek degan desangiz, kamisi bo'lsa shu Adilbekni o'zini berib bartaraf etib beraman aga. Shuni bilan bu videomiz ham o'zi shu yerda yakunlaymiz. Xudo xolasa kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi dastlabkamiz xudo xolasa Bog'ot tumanida bo'ldi endi. Günü bilan zakaz qabul qilamiz, kechda dastlab ketib beramiz. Shuning uchun buni kech o'tdi deb netmanglar. Yine her kotelni her xil odam yasaydi menda. Buni yine Dima degan yasab qo'ydi. Xudo xolasa menga Dima degan o'zini javob beradi. Hamma nelerim meni o'zimda bo'ladi. Prosta sizlar menga murojaat etasizlar. Men bu bolalarni o'zini beraman xudo xolasa. O'zimning nomerim 91 dan 425 83 87. Teplo Shavat. Sağ olunlar, selamet olunlar.